Men hech ham o'ylamagan edim bunaqa holatga tushaman deb, lekin bugun ertalab ofisga borib mashinani qo'ydim, ishlarimni bajarib, so'mka qilish uchun do'konga yurmoqchi edim. Mashinam zabat bo'lmadi. Men hech ham o'ylamagan edim bunaqa holatga tushaman deb, lekin o'ylamagan narsa oldinga keladi deganlaridek, menda ham shunaqa holat bo'ldi. Yaxshi ham og'aynim ofisda ekan, mashinani zaryadga qilib oldik, ozgina bo'lsa ham amallab yetib oldim va to'tildi va bunaqa sifatli akkumulyator zaryadga qiladigan apparatida akkumulyator zaryadga qo'yib qo'ydim. Bu sizlar ko'rib o'rganib qolgan kichkina narsa emas. Bu sifatli, zo'r 12-24 voltliklarni zaryadga qila oladi. Hozir mana zaryadga olyapti, ancha kamagan. Hech kimga ko'chada qolib ketish ravo ko'rmayman, lekin ehtiyotchat mana shunaqa narsa olib qo'yganingiz yaxshi. Do'konimizda bor, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Va ko'pchilik do'konimiz qayerdaligini so'raydi. Shu bahona aytib ketmoqchi edim. Bu tomonda Gvardeyskiy GAI, bu tomonda Sampi. Gvardeyskiy GAIdan 100-150 metr yurganingizdan keyin o'ng qo'lda do'konimiz keladi. aykarvon.uz